Xalqaro akkreditatsiya, xalqaro diplom, Erasmus dasturi orqali Yevropada o'qish imkoniyati, katta tajribaga ega bo'lgan professorlar va Istanbuldagi eng zamonaviy kampuslardan biriga ega bo'lgan Kent universitetiga tashrif buyurdik. Bugun ushbu videoda Kent universitetidagi real talabalik muhitini sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Darslar qanaqa o'tiladi, real talabalarning muhiti qanaqa va universitetning butun atmosferasini shu videoda sizlarga ulashishga harakat qilamiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Yoqimli tomosha. Ushbu Kent universitetida Campus Apply loyihamizdan 30 dan oshiq talaba tahsil olishadi va hozir ba'zi talabalarimiz bilan sizlarni tanishtiraman. Birgalikda universitetni obzor qilamiz. Birinchi talabamiz Dilshod. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum hammaga. Men Istanbul Kent universiteti talabasiman. Meni bo'limim PR reklama. Hozirda 2-kurs talabasiman. Hop, keyingi yana bitta talabamiz borlar bu yerda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismim Umid, Kent universitetida biznes boshqaruv bo'limida 1-kurs talabasiman. Bo'ldi, endi talabalarimiz bilan birgalikda hozir universitetni aylanamiz. Bu yerda yana xalqaro talabalar ofisidan bitta sherigimiz ham bor. Bitta volontyor bizani universitetni aylantirib, kampusdagi qiziq-qiziq joylarni sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Boshlaymiz. İstanbul Kent Üniversiteti'nin bufeti ekan. Bu yerda talabalar shu birga o'tirishadi, darslar qilishadi, ovqatlanishadi. Misol uchun darslardan qanaqadir proyektlar bo'lsa, shu yerda qilasizlarmi yoki u uchun boshqa joy bor? Yo'q, proyektlar bo'lgan taqdirda ham bu yoqqa sunum bilan, ya'ni prezentatsiya bo'ladi proyektlarni, bunday kartinkalar, qanday desam, chizilgan holatda dizaynni chiroyli qilib, ayshaqqa prezentatsiya qilishadi. Ko'rishingiz mumkin, talabalar ovqat olishyapti. Bularni videoga olish mumkinmi yo'qmi bilmadim-ku. Bu yerda patni solar ekanmiz. Ovqat dietetический ekan. Men tushunishim bo'yicha. Bu yerda talabalarni boshi yaxshiroq ishlash uchun meva ham berishyapti mana. Mevalar har doim beriladimi sizlarga yoki Har doim xohlasangiz olasiz, addelni qo'yib qo'ygan. Bu yoqdan ovqatni olib kelasiz, har doim meva, undan keyin anaqalar ham bor. O'zingizga ko'ra xohlasangiz muzday suv, xohlasangiz sharbatli suvlardan ham olsangiz bo'ladi bu yerda. Ha, mana bu yerda soklar ham bor ekan. Bu yerdan stakan olamiz. Mana bu yerdan sokka olib kompotu limonad, choy, almashib turadi. Zo'r. Bu yerda mana talabalar ovqatlanib o'tirishibdi. Bufetni tashqarisida terrasasi ham bor ekan. Hozir chiqib ko'ramiz terrasaga. Bu yerga mana menyu ham berishar ekan. Bugun ezogelin chorbasi. Oldindan bilasizlar menyu. Kunda necha mahal ovqat beriladi? Sabab. Zavtrdan tashqari har kun 2 mahal, 3 mahal ovqat bor. Bu zavtrdan tashqari. Evet. Yani nonushtadan tashqari. Evet. Nonushta bilan 3 mahal. Shunaqa. Zo'r. Zo'r. Bu arada bu Said Abbos aka. Bizning talabamizlar bular ham kadrga tushishga ozgina uyalyaptilar. Shuning uchun bularni ham ko'p bezovta qilmaymiz. Bu
Bu yerda anaqa bor. Masalan, bir yig'inlar bo'lsa, bir ko'rsatuvlar bo'lsa, bu yerga kirishadi. Bu zal katta, har xil masalan, meni tadbirlar, mani bo'limim bo'yicha biz ko'proq kelamiz bu yerga. Ana bu yerda katta ekran bu yerlarda chiqadi. O'tiramiz, sharoitlar zo'r. O'zinglar videoda ham ko'rib turish mumkin. Da, yo'nalishlari media bo'lgani uchun ko'p vaqtli shu yerda o'tadi-da. Ba'zi payt boshqa davlatdan, boshqa professorlar ham kelib shu yerda o'zini prezentatsiyasini o'tkazadi. O'zi haqida, o'zini universitet haqida ma'lumotlar berib, misol uchun Erasmus programma uchun yordam taqdirida. Har xil etkinliklar ham, misol uchun sabraniyalar, ustozlarni, talabalarning sabraniyalar shu yerda o'tadi. Qanaqadir katta plan bo'lsa, shu yerda prezentatsiya qilishadi. Konferensiya salonida gap ya. Zo'r. Shu chiroyli lokatsiyada shu media xonasi ekan, shuning uchun mediada o'qiydigan talabamizga Dilshodbek akaga hozir bitta savol beramiz. Nega aynan shu universitetni tanladingiz? Tanlovda boshqacha variantlar ham bormidi misol uchun? Boshqacha variantlar ham bor edi, lekin bu Istanbul Kent universiteti masalan aynan meni yo'nalishim media, reklamchilik, masalan video chekimlar. Masalan, mana shu ko'rib turgan joyingizda biz ko'proq kelamiz. Boya aytganimdek, media amaliyot qilamiz. Masalan, bu yerda tashqarilarga olib chiqib, masalan, boshqa bir manzarali joylarga olib chiqib, qo'lingizga apparat beradi, kamera oladigan, bu o'zlari berishadi. Bu universitetda o'zida hamma sharoiti bor. Olib chiqadi, video oldiradi, rasmga oldiradi. Endi sizning qanaqa minuslaringiz bor? Ana shuni aytib, sizga tushuntirib, to'g'rilab olishingizga hammasiga bular o'zi mana shu universitetda domlalari, xo'jaligimiz bizda turtildi. Domlalari sizga qo'lidan kelgancha yordam qilishadi. O'shaning uchun men bu universitetni tanlaganman. Bu universitetda plus tarafi juda ham ko'p. Masalan, kelasiz, universitetga kirganingizdan o'zi video olib keldingiz, o'zi manzara, kampus hayoti boshlanadi. Video olayotganingizda masalan o'tasiz. Masalan, men video olmoqchiman, menga kamera kerak. Desangiz, kamera kimligingiz bor, kimligingiz bitta ko'radi, orange kimligingizda nomerini yozib qoladi, kamerani qo'lingizga beradi. Olib chiqib bemalol videoni olib, o'zingizni shaxsiy Instagram yoki TikTok, YouTube o'shanga o'xshagan platformalarga joylaysangiz bo'ladi. Media meni yo'nalishim bo'yicha hamma sharoitlari zo'r. O'shaning uchun men bu universitetni tanlaganman. Tavsiya qilasiz media o'qimoqchi bo'lganlarga? Tavsiya qilaman. Bu universitet, men o'zimda realniy hayotim, bu hech qanaqa emas, o'zidan olib chiqayotgan degan narsa emas. O'zinglar ham ko'rsanglar bo'ladi. Hamma sharoitlari bor. O'zgacha bu universitet, hammaga tavsiya qilaman. Bo'ldi. Aynan sizlar ham media yo'nalishini o'qimoqchi bo'lsanglar, bular hozir o'zlari o'qiyotgan yo'nalishlari bo'yicha o'zlarining tajribalaridan kelib chiqib, shunaqa maslahat beryaptilar media o'qimoqchi bo'lgan abituriyentlarimizga. Aynan Istanbul Kent universitetida shunaqa yaxshi shart-sharoitlar bor. Shuning uchun kelib bemalol media yo'nalishini bu yerda o'qisanglar bo'ladi. Boshqa yo'nalishlar bo'yicha hali talabalarimiz bilan intervyularimiz davom etadi. Shuning uchun qani keyingi lokatsiyaga kiramiz. Hozir talabalarimiz bilan turibmiz, yana talabalarimiz kelyaptilar. Kevering kadrga. Primoy. Assalomu alaykum. Yaxshisizlar, sog'laringiz yaxshimi? Ismingiz? Zalirbek. Qaysi yo'nalishda o'qiysiz? Siyosat va davlat boshqaruvida. Hozir birinchi kursingiz. Birinchi kursimiz. Shunaqa 2025-yilda topshirganlar shu kampus loyihamizdan Zalirbek. Bular ham hozir universitetdagi sayohatimizdagi obzorimizga qo'shilib oldilar. Davom etamiz endi. Bu yerda mana talabalar kelib, shu darsligisini qilib yoki to'planib, keyin darslarda bizga amaliyotda o'sha gruppovoy zadaniyalar berishadi. Talabalar gruppaga bo'linib kelib, hamma sharoitlar bor ekan. Shu yerda tayinlanib o'tirishadi darslarga. Anavatan Partisi, eski başbakan kendisi. Oğlu okulun kurucusu, asıl kendisi okulun kurucusudur. Ama şu anda kendisi hayatta değil, vefat ettiği için. Babası da öldü, oğlu da, ikisi de öldüler. O kardeşi şu an Hasan Yılmaz Bey, Berna Yılmaz ve Hasan Yılmaz. O şu kardeşleri değil mi? Evet, kardeşi. Onlar mı yönetiyor şimdi? Evet. Tamam.
Güzel. Teşekkür ederim. Rica bilgi için. ederim. Kutupxonaga ketamiz. Bu yoqda kutubxonani bilasizlar, pastroq ovozda gaplashamiz. Xohlagan kitoblaringiz bor, masalan, o'shangiz bo'limingiz haqida xohlagan kitobni olib jimgina mana shu yerda o'zingizga tajriba qo'shsangiz bo'ladi o'qib. Bu xona orqali. Bu yoqda kompyuterlarda ishlaysizlar. Bu yoqda ham xonalar bor ekan. Bu band qilasizlar-da, to'g'rimi bu xonalar? Xonalar alohida 8-6 kishilik uchun mo'ljallangan. Registratsiya anonsidan stoldan borib bemalol 1-2 soatga yasatasiz bo'ladi. Bir kunlik ham farqi yo'q bundan. Ham o'sha gruppa bo'lib ishlashga, imtihonlarga tayyorlanishga. Ba'zi payt uxlashingiz ham mumkin. Studentga vaqt. Zo'r ekan, ketdi. Bu yoqqa ham kira olamiz. Bu rezervatsiya bo'lmasa ochilmaydi. Bu yoqda ham shu kompyuterlarda ishlash uchun, shu darslarni bajarish uchun xonalar ham bor. Har xil aytsam o'yinlarni, kinolarni, mashhur kinolarni, dunyoga mashhur bo'lgan kinolarni disklari bilan tahlil qilishgan. Filmlarni yozib qo'yishgan yerda. Bu yoqda ham diskga olib kirib Shunday qilsa bo'ladi. kino ko'rasizlar. Kichkina sinema qilsam bo'ladi. Zo'r. O'zi universitetda kinoteatri bormi? Alohida? Kinoteatri yo'q universitetda. Yo'q. Yo'q deb bilaman. Şöyle çalışma odaları olur. Anahtar alıyorsunuz. Grup çalışma yapıyorsanız oradan anahtar alıyorsunuz. Mesela kaç saat kalacaksın? 5 saat mi kalacaksın? Kapatıyorsun, çekiyorsun. Kimse burada giremez zaten. Çünkü anahtar aldın zaten. Ona göre yani 5 saat sonra girip anahtar alıyorlar. Mesela öyle bir şey yapabilirsiniz. Grup çalışma için. Çok güzel. Bu kutubxonani birinchi etaji, yana ikkinchi etaji ham bor-da, to'g'rimi? Birinchi etajning o'zini manzarasini qaranglar. Sizlarga yana bitta qiziq fakt aytaman. O'zi Kent universiteti joylashgan rayon, o'zi boy rayon, juda ham katta binolar ko'p, novostroykalar ko'p, bu atrofda yashillik ko'p. Kadxani rayoni o'zi haqiqatda eng chiroyli rayonlardan biri Istanbulda. Kutubxonaning ikkinchi etaji. Bu yerda juda ham kitob ko'p. Masalan, bu yerda ham o'sha o'tirib, dars qilib, kitob o'qishingizga joylar bor u tarafda. Bu yerda kitoblar turgan joy juda ham ko'p. Xohlaganingiz kitob olib o'qishingiz bo'ladi. Pastda kirishda o'zi ism familiyangizni aytganingizni yozdirib, kitoblarni olaverasiz bu yerda. Kağıthane mi? Orada Taksim'de var. Şu an Kent Üniversitesi'nin biz bildiğimiz gibi 2 tane kampüsü var. Evet. Kağıthane, Taksim. Taksim'de yüksek lisans öğrenciler okuyor genelde. Diş hekimliği orada. Bir de ne diyeyim onu? Mühendislik fakültesi orada yeni açıldı. Yeni açıldı. O mühendislik fakültesinde işte computer engineering var. Yani bilgisayar mühendisliği var. Bir de endüstri mühendisliği var. Çok güzel. Birinchi pastda ham aytdingiz-ku manzarasi, ikkinchi etajda manzarasini bir ko'ring. Hani. Üniversitede kutubxonasidan ikkinchi etajdan manzara manzara. Los Angeles mas'ul lekin o'xshaydi sahna manzarasi. Aytganimdek, yana boy rayon haqiqatda. Uylardan ham farqli olsanglar bo'ladi. Istanbulda hamma uylar unaqa emas. Ahamiyat bersanglar, bu yoq boy rayon, nari rayonga qarasanglar, u o'zi kichkina uychalar. O'zi eski kichkina uychalar. Universitet atrofida hammasi novostroyka. Hozir adashmasam u yoqdan ham ko'rsatsa bo'lardi. Ketdi.
Bizani o'zbekchada aytganda, bizani Los Angeles bu taraf. Bemalol. Hozir mana talabalar bemalol tennis o'ynashar ekan. Bu yerda choy, qahva olib, mana tashqariga chiqib, ichib o'tirsangiz bo'ladi. Masalan, darsdan bir charchab chiqqan paytingizda chiqsangiz bo'ladi. Bu tarafdan olasiz, nima kerak bo'layotgan bo'lsa, choy, qahva hammasini olasiz. Olasiz ichkarida, olasiz tashqarida. Tashqarining manzarasi darvoza go'zal. Bu tashqarining manzarasi. Bu talabalarning yotoqxonasi bu. Orqa tarafda talabalarning yotoqxonasi bu. Qaysi biri? Bu. Mamizdan ham. Mamizdan talabalarning yotoqxonasi. Bu yotoqxonami? Bu yotoqxona. Mana yaqinda bildim. Bu qanaqa talabalar yashaydi? Boy talabalar yashaydi. Mana shu zdaniya talabalar yotoqxonasi deyishyapti hozir. Bunisi-chi? Bunisi ham yotoqxona. Ikkalasi yotoqxona talabalar. Dahshat, bu narxlarini qiziq ko'rdinglarmi? Yo'q, narxlar 80 mingdan boshlaydi. Adashmasam 60 mingdan 80 mingdan boshlaydi. Narxlar asosan 80 ming liradan bu nima uchun? Kvartirasi uchun? shunaqa. Bu yoqda endi bo'lib berilgan bo'ladi talabalarga xonalar. Misol uchun 5 xonali, 4 xonali kvartira bo'lsa, har bitta talabaga bitta xona, 2 xona, 3 xona. Shuni talabaning anosiga qarab, xohishiga qarab o'zgaradi. Bu universitetning terrasasi ekan hozir. Bu orqa taraf, old taraf terrasasi ham bor. Bu undan ham juda go'zal manzarasi bor. Shaharning markaziga qarab turgan manzarasi bor. Orqa tarafda. Bu hozir orqa taraf ekan, oldi tarafga o'tamiz endi. Etkinlikler oluyor. Mesela şey yaptılar, SKS şey yaptılar burada. International Day, yani uluslararası günü yabancı öğrenciler için burada bir parti yapmışlar. Ha, evet hatırladım. Hatırlıyorsun. Hatırladım. Oraya yapıyorlar. Bu universitetda yana bitta terrasasi ekan. Bu yoqda universitetda mana asosiy matchshun bo'yicha dars o'tiladigan kampusi, bu sinf o'sha darsxonalar, sinflar. Manzara haqiqatda lekin chiroyli ekan. Bu hozir universitet o'sha bog'chasidamiz, terrasasidamiz. Terrasani bu qismida shu har xil tadbirlar o'tkazilib turiladi deb aytishyapti. Sizlar o'z tadbirlarga qatnashasizlarmi universitetda? To'g'risi men hali qatnashib ko'rmadim, lekin xabarim bor bu yerda tadbir bo'layotganligi haqida. Misol uchun Navro'z bayramiga ham o'zimiz o'zbek talabalar shu yerda qanaqadir ko'rsatib, o'zbek traditsiyasini tanishtiradi shu yerda. Universitetda har xil klublar bor, to'g'rimi? Har xil klublarga qo'shilib. Har bo'limni o'zini har xil klubi bo'ladi. Misol uchun men biznes boshqaruvda alohida klub, fizioterapiya, reabilitatsion bo'limida ham alohida klub. Har bo'limni alohida klublari bor. Siz o'zingiz bo'limingizni klubiga qo'shilganmisiz? Qo'shilmaganman, lekin plan bor, niyat bor hali qo'shilib turish. Sizda ham bormi media? Banda o'zim hammasidan bor. Hamma guruhlarga a'zo bo'lgansiz. A'zo bo'lganman. Masalan, video chekimlarga guruh ayiradi hammasini bittadan. Ana shu guruhlarga ham borib men qo'shilib ketaveraman. Bu yerda tortinish unaqa narsasi yo'q, ya'ni meni bo'limimda shunaqa qo'shilib ketaverish. Mana shularda video olishlar, mana shularda eng ko'proq bayramlar mana shu yerlarda bo'ladi. Manzarasi ham go'zal, video olishga ham udobli joy bo'lgani uchun mana shu yerda olishadi. Mana shu talabalarning hayotida, kampus hayotida faolsizlar.
xalqaro universitetda o'qishda haqiqatda shu networkingda foydasi bormi, yo'qmi? Albatta 100% networking foydasi bor. Faqat ujiz bo'limimizdan balki boshqa bo'limni talabalar bilan tanishganingiz, ma'lumot qurganingiz juda katta foydalari bor. Misol uchun bo'limlarda haqida gapirib ketdingiz, bo'limlarda startap bo'lishmalar bo'ladi. Ko'rishmalar, biznesmen katta kompaniyalarni menejerlari bilan, finans analistlar bilan ko'rishmalar bo'ladi. O'shaga tanishgan yangi odamlaringiz bilan qatnashishingiz mumkin yoki ular sizga xabar berib qolishi mumkin. Shunaqa tadbir bor ekan, kelib qo'shilasanmi degan ma'noda. Shunday katta plyus bor tanishganingiz ham. Duzatbek aka, misol uchun sizda necha xil davlatdan o'rtog'ingiz bor universitetda o'zida? Universitetda o'zida juda ham ko'p. Afrikadan bor, Suriyadan bor, turklardan ham ko'p. Asosan turklardan. Shunaqa xalqaro network orttiramiz biz Turkiya universitetlarida. Talaba mana nimaga aynan Kent universitetini tanlagansiz? Sizga glavniysi xalqaro diplom. Muncha davlatlardan zo'r o'qish, professorlik kuchli, chiroyli muhit, o'zimizning musulmon davlat glavniysi. Nima deydi? Chiroyli joylar. Tanlashga arziydi. Siz xalqaro munosabatlar o'qiysiz, diplomatiya ya'ni. Bu Kent universiteti aynan shu diplomatiya bo'yicha qanaqa kuchlimi ta'lim berish, professorlar bilan aloqalar qanaqa misol uchun? Shunaqa, lekin siyosat bo'yicha men ancha kuchli deb o'ylayman, chunki o'zimizning kuratorimiz ham, bizga dars beradigan anaqa xo'jalar ham hammasi shu siyosatdan chiqqan odamlar-da, nafaqadagi odamlar. O'shaning hisobiga ancha bizda kuchli bo'lsa kerak deb o'ylayman. Keyin boya aytishgandaki, universitetda shu qurgan odam, universitetga asos solgan odam ham o'zi Turkiyada qanaqadir partiyani nimasi bo'lgan ekan, ya'ni. Hamma joy siyosat, debami? Hamma joy siyosat. Shunaqa. Endi siyosat o'qimoqchi bo'lgan talabalarga tavsiya qilasizmi Kent universitetini yoki sizni fikringizcha, misol uchun Turkiyada siyosat bo'yicha boshqa universitetda o'qishi ilojisi ham bor, misol uchun. Boshqa universitetda o'qisa yaxshiroq bo'ladi. Boshqa universitetlarda ko'plarida siyosat yo'nalishini ko'rmadim-ku, lekin Kentni tavsiya beraman. Ancha oldinda qolgan universitetlarga qaraganda deb o'ylayman. Chunki bizda zamonaviy muhiti ham, kompyuter tizimi ham, boshqasi ham ancha oldinda deb o'ylayman. Chunki bir ikkita boshqa universitetlarga ham borib ko'rganmiz, unaqa darajada emas. O'shaning uchun bu sizda siyosat va davlat boshqaruvi, to'g'rimi? Shunaqa. Shu yo'nalishingiz bo'yicha tadbirlar o'tkaziladimi universitetda o'zida? Ha, bo'ladi. Tadbirlar ko'p bo'ladi. Endi ko'piga yana qatnashamiz, ko'piga qatnasha olmaymiz. Nima bo'ladi? Bizda bilmaganlarimiz ham bor, shunaqa. Yaxshi. Bu hozir universitetda kafelar joylashgan hududda bu davomiy ekan. Yo'da nima qilasizlar endi, Shadbek? Shu talabalar bilan yig'ilib, masalan, biror nimani masalasini ustida gaplashadigan bo'lsak, masalan, shu narsani qilamiz deb kelib, bolalar bilan o'tirib, o'sha yerda choy, qahva ichib, hammasini muhokama qilamiz shu yerda. Akasha networking haqida ko'proq talabalar bilan, ya'ni boshqa davlatlardan shatda tanishganmiz. Circle socializing shatda. Hamma birga yig'ilgan paytda, jam bo'lgan paytda tanishib bo'ladi, yaxshi ham vaziyat. Yani sotsializatsiya shu to'g'ri, to'g'ri. Zo'r. Bu yerda ko'rayotganlaringizdek talabalar o'sha darslardan tashqari vaqt o'tkazishligi uchun anaqa apparatlar qo'yib qo'yishibdi. Bu yerda настольный futbol ham bor ekan. Bu nima? Bunga pul chiqasiz, jeton beradi. Biznes boshqaruv yo'nalishidasiz. Nega aynan biznes boshqaruv yo'nalishida shu Kentni tanladingiz? Biznes boshqaruv tanlashim sababi misol uchun bitirgandan keyin shu bo'limdan bitirgandan keyin nafaqat bitta yo'nalishda, balki bir qancha yo'nalishda ishlashingiz mumkin. Misol uchun qanaqadir kompaniyani finans analitika, qanaqadir kompaniyani menejeri yoki buxgalteri yoki qanaqadir assistenti bo'lib ishlashingiz mumkin. Ya'ni va imkonlar ko'p. Biznes hayotida boshqa bu startup ko'rishmalarida juda katta foydasi bor. Eng universal yo'nalish. Aynan.
hozirlarda darslarda shuni buxgalteriya, finanslar bor. Ha, albatta. Marketing kiradi. Marketing kiradi faqat ikkinchi kursda. Ikkinchi kursda Ha. kiradi. Ha, undan tashqari Statistika statistika, darslari ham analitikalar bo'ladi. bor. Undan tashqari Bundan tashqari keyin girishimchilik bor. Sotsial bilimlar haqida ham ozgina o'tib o'tishadi. Misol uchun sotsial bilimlar, keyin organizatsion va administratsiya darslari ana shunaqa ham. ya'ni o'sha misol uchun o'sha odamlar bilan ishlash bo'yicha inson qaynoqlari ham bo'ladi. Muloqot. Muloqot. Anosida. Ha. Juda zo'r. Endi biznes boshqaruv yo'nalishida o'qimoqchi bo'lgan abituriyentlar bor. Hozir misol uchun Turkiyada qarashyapti, qaysi universitetda o'qiykin. Siz shu faqat Kent universitetini tavsiya qilasizmi yoki agar sizda boshqa tanlov bo'lganda boshqa universitetga topshirgan bo'lardingiz? Birinchidan Istanbulda bu yo'nalishlar rivojlangan universitetlar juda ko'p. Nafaqat Kent emas, misol uchun ITU universiteti ham, Medipol universiteti, Aydın universiteti bu bo'limda juda rivojlangan. Hozir bu universitetda men umuman lekin agar imkon bo'lsa boshqa universitetdan bir variant qarab ko'rgan bo'laydi. O'qib ko'rgan bo'ladingiz. Evet. Amaliyot masalalari, misol uchun universitetda qanaqa amaliyot qilasizlarmi, praktika yoki qayerdir volontyorstoga jo'natadimi? Keyin staj masalalari bor. Ular qanaqa o'tadi? Bu birinchi kurs talabalariga haligacha imkon yo'q. Birinchi kursdan bo'lmaydi, albatta. Ikkinchi yoki uchinchi kursdan universitet kelishgan holatda katta o'rganchi bo'limlaridan ishlamlar bilan kelishgan holatda staj gapirishingiz bo'ladi. Kompaniyalarda, qanaqadir kichkina shirkatlarda, endi ochib kelgan shirkatlarda staj qilsangiz bo'ladi. O'qigan bo'limimizga qarab. Fizioterapiya bo'ladimi, ishlatgan bo'ladimi, media kent, media analiz bo'ladimi? Shunga qarab bo'limimizga qarab staj aniq qilsangiz bo'ladi. Ishlasangiz bo'ladi. Hozir mana biznes menejmentni bitirganimdan keyin har xil yo'nalishlarda ishlab ko'ra olaman deb aytasiz-ku. Sizda o'zingizda maqsad qanaqa misol uchun? Shu universitetni bitirdingiz, 4 yilda nasib qilsa bitirdingiz qaysi yo'nalishda yoki qaysi kompaniyada ishlab ko'rishni xohlaysiz? Bitirgandan keyin bankachilik, ya'ni bank bo'limida finansiy bank sohasida o'qimoqchi, ishlamoqchiman. Turkiyadami O'zbekistonda? Endi uni aniq bilmayman. Uni aytmayman. Uni vaziyatga qarab, ishga qarab, qanaqadir ma'qul bo'lgan imkon bo'lsa. Yoki mana bunaqa olaylik. Misol uchun, mana shu bankda ishlab ko'rardim degan bank bormi misol uchun? O'zbekistonda NBU bank. Ha, NBUda. Turkiyada Turkiyada Livoy bitta bank bo'lsa ham bo'ladi. Turkiyada ishlasam bo'ladi. Zo'r. Hozir mana hamma talabamizdan intervyu olyapmiz. Biz maqtashyapti universitetda. Hozir so'raymiz o'zi qanaqa minus taraflari bor. Chunki universitet tanlayotganinglarda bu ham muhim jihat. Minuslarni ham bilishinglar kerak. Bir xil universitetlar nimadirda kuchli bo'ladi, nimadirda zaifroq bo'lishi mumkin. Hozir shu narsani o'zligingizdan so'raymiz. Zaif minus tomoni universitetda. Xo'p, bu dars davomida ustozlarni qaysi shaklda mavzularni tushuntirish haqida. Misol uchun ba'zi ustozlar yaxshi tushunishi mumkin, inson o'quvchini hayajondan keltirib, qiziqtirib tushuntirishi mumkin. Ba'zilari juda zerkarli, misol uchun intonatsiyasi, toni, ovozini toni bir xil ketganida bu juda zerkarli bo'ladi. Hayajonsiz, interes bo'lmaydi darsga. Mana shu minus taraf bu. Ba'zi paytda uxlab qolishingiz mumkin darsda. Shu darajagacha juda zerkarli o'tishadi. Keyin yana bitta minus bo'lgani bu networking haqida. Bu misol uchun boshqa davlatdan kelgan o'quvchilarda gaplashish, muloqot qurish juda qiyin. Lekin ko'rib kelsangiz yaxshi. Juda tanishish qiyin ba'zida. Bu universitetga bog'liq narsami yoki o'zi umuman Turkiyada shunaqami? Umuman chet elda shunaqa network qurish qiyinroq bo'ladi. Endi meni fikrim bo'yicha bu Turkiyada bor narsalar. Universitetlar. Lekin ko'proq universitetlarda tush keladi. Chunki hozirgi misol uchun yosh emas, 20, 18, 17 yoshli bolalar bilan juda qiyin xarakterlariga qarab-da. Universitetlar ham shunaqa. Shu. Lekin kim network qurishga misol uchun tayyor bo'lsa, o'sha bilan network qurilib, birgalikda o'sha dars masalasida ham hamkorlik qilasizlar. Lekin asosiy katta minus aytib o'tganimdek zerikarli darsda bo'lish. Qolgan minuslar yo'q. Endi haligacha men ko'rmadim. Yana bitta minus aytdilar, boya o'zi kadr orqasidan bitta gaplashdik o'zi. Kamera o'chuvligida har xil minuslarni ham aytdilar deganimizda. Futbolni polasi yo'q, Ha, futbolni polasi. Basketbolni bor, voleybolni bor, stil o'ynaysanmi, lekin futbolni yo'q. Juda alam qiladi. Shu bir xil universitetlarda naborot bo'ladi. Misol uchun basketbolni polasi bo'lmasligi mumkin. Futbolnisi
bo'lishi mumkin. O'shaning uchun Kent universitetida futbolniy polyasi yo'q, lekin futbol o'ynab turasizlar. Albatta. Qayerda? Mejdo'kuyda katta hovli saqlab bor, katta polyalar. Ba'zi payt bu yerdan do'stlarimiz bilan arenda qilib Yaqinda Mejidko'y. bitta oстановkadan metrodan. Siz nima deysiz endi? Manda minus tarafi yo'q. O'sha darsga kirasiz-ku, birdan o'sha yoningizda kolonka, televizor, monitorlar bor, ovozi chiqib turadi, tinimsiz. Ajoz media uchun yaxshi narsa deganda. Video uchun masalan ertalab kelasiz-ku darsga. Uyqu shirin. Kelasiz universitetga shunday dars boshlagandan keyin kirasiz, o'sha uyqu yo'q. Birdan hamma narsa kimdir o'zi uchun video tayyorlab kelgan bo'ladi, kimdir reels tayyorlab kelgan bo'ladi. Shu ustozlarga ko'rsatadi, mana shu narsani qildim, mana shu narsani qildim. Ustozlar o'zi ham talab qiladi. Sizlarning yo'nalishlarda darslar interaktivniroq-da, to'g'rimi? Shunaqa. Domlalar o'zi talab qilgani uchun hamma o'zi uchun video olib, reels qilib, olib kelib ko'rsatib beradi monitorda. Har bittasidan so'raladi. Chunki o'z universitetlarda hamma yo'nalish bo'yicha podxod har xil bo'lishi kerak. Mana Umid aka biznes menejment o'qiydilar. Bularda darslari og'irroq bo'ladi. Misol uchun og'irroq deganda o'sha Matematika bilan bog'liq. kirish nimaga miyaga kirish qiyinroq bo'lgan darslar bor. O'sha matematika bo'lsin yoki shunaqa zerikarli fanlar bo'lishi mumkin. Mediani o'qiydiganlar ko'proq interaktivniy darslar. Siyosatda qanaqa? Dalilbek olib gapiring. Siyosatda ham bizda ham leksiyalar rosa ko'p, og'ir. Bu biz chidashga majburmiz, chunki hali ko'p konferensiyalarda o'tirishimiz kerak, soatlab. Shuning uchun bu bizga nima deydi? Tak boshlang'ich, tinglash boshlang'ich bo'lishi ham mumkin-da. Chunki siyosatda yig'ilishlar ko'p bo'ladi, eshitishlar ko'p bo'ladi, soatlab shunaqa narsalar. Bizga unaqa og'irligi yo'q. O'zi siz uchun qanaqa minuslar bor universitet? Minus hali ko'rmadim. Endi balki oldinda 3 yil bor ko'rib qolarmiz. Uni hali ko'rmadim. Hozircha hammasi zo'r. Darsda ham, qolgan narsalar ham zo'r. Shu Kent universitetini shunaqa minus taraflari ham bor ekan. Bu narsani ochib aytib o'tishimiz kerak. Bu aniq qolmadi boshqa minuslar. Hozirgacha yo'q. Hozircha yo'q, to'g'ri? Bo'ldi. Hammasini aytishdi. Yana bu minuslar chiqadigan bo'lsa, balki keyingi yil yana kelib olamiz. Shunaqa obzor. Bu 2 marta kelishimiz Kent universitetiga obzor olish aynan. Balki keyingi yil bu talabalarimizda qanaqadir boshqacha minuslar chiqishi mumkin. Xuddi shunaqa umid qilamizki, pluslari ham bo'ladi. Ya'ni o'sha yo'nalishligisi bo'yicha ancha imtihonlardan o'tib, ancha tajriba orttirib, shu amaliyotlarda qatnashib, 4 yilni o'sha bitirishganda yaxshi mutaxassis bo'lib chiqadi degan umiddamiz. Hozir biz qayerga ketyapmiz? Bundan so'rang, men bilmay qayerga ketyapmiz. Qayerga ketyapmiz? Hozir bizani trenerimizni sport yo'nalishi haqida ma'lumot beradiganlar va karyera haqida ma'lumot beradiganlar to'planib bo'ladi. O'sha yerga borib qarab kelamiz. Hozir sport bo'yicha bularda yig'ilish bo'layotgan ekan, shu tadbir o'tkazilayotgan ekan. O'sha tadbirga hozir borib ko'ramiz, qanaqa o'tkazilinadi Kent universitetida tadbirlar. Hozir qayerdamiz? Hozir universitetning zeminkati, ya'ni 0-etaji asosiy kirib kelishi, chiqib ketish shaklidan bo'ladi. Bu yerda xonalar, darsliklar, bu yerda aytib o'tganimdek, ana bu merch sotiladi. Merch. İstanbul Üniversitesi merchi, futbolka. Birlikte ko'raylik. Gösterebilir misiniz bize? Tabii. Çekim yapıyorduk ya, tanıtım yapıyoruz. Herhangi biri. Hozir Kent universitetini merchlarini ko'ramiz. Şöyle olur değil mi? Güzel. Hoodie'de gösterebiliyor musunuz? O kırmızı mesela. Tamam, ana Türkiye'de shunaqa vibe bor, Amerika universitetlarini ana vibe'ga o'xshaydi. Filmlarda ko'rganimizdek, tamam, teşekkür ederim. Filmlarda ko'rganmiz, amerikanskiy filmlarda shunaqa universitetda logosi tushirilgan, ismi tushirilgan merchlarda yurishadi-ku, Amerikada studentlar. Bu yoqda ham har bitta universitetda shunaqa merchlar bo'ladi. Bemalol bu yoqdan sotib olsanglar bo'ladi. Narxini ham so'rab ko'ramiz-a? Pardon, bir şey daha sorabilir miyim? O fiyatları ne kadar mesela tişörtü? Öğrenci kurulu olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Bizim biri aynı 2,5 civarında.
2000-2500 joylardami? 2000 lira atrofida bo'lar ekan, boya ko'rgan xudiylar nech pul bo'lishini mana bu yerda narxi chiqadi. Hozir ichkaridan ko'rsatamiz sizlarga shu tadbir bo'lib o'tadigan zalni. Yaxshi kattagina zal ekan, lekin o'tin jasurlik. Hozir tadbirda o'zimiz ham qatnashib ko'ramiz, talabalar bilan o'tirib. Bu uchun sizlardan bitta like. Said Avozaga o'zi rosa hayajonlanibdilar videoga tushishdan. Hozir yani ishlari bor ekan, bizlar bilan qatnasha olmaydigan bo'ldilar. Hozirgi tadbirda biz bu yerda talabalarimiz bilan hozir tadbirga kiramiz. Sizga kattakon rahmat universitetni aylantirib ko'rsatganingiz uchun. Bo'ldi. Qaranglar, bu ham bitta sharoit talabalarga. Bu yerda bilmadim qanaqa darslar yoki qanaqa nima bo'lib o'tadi, lekin dars bo'ladimi o'zida? Darsda imtihonlar ham bo'ladi. Darsdan katta guruhlarda imtihonlarimiz ham ko'p bo'ladi. Keyin qulaylik tomonlari xalqaro konferensiyalar bo'lgan paytda kerakli joylarni yozib olish uchun ham bu maqsadda ishlatsa bo'ladi. Shunaqa. Zo'r. Studiyasi bor ekan, hozir kirib ko'ramiz nima bor ichida. Yo'dan shum izolyatsiyalari bor ekan. Bitta pianino. Çok iyi oldu. Teşekkür ederiz. Rica ederim, ne demek? Sallamasyon çaldım ama birazcık rastgele oldu. Evet, çok güzel oldu. Teşekkürler. Eyvallah. Bu yerda xonasida ko'rayotganinglar ekan, unaqa shum izolyatsiya qilingan devorlarga, ovozni shu muzikantlar o'ziga yaxshiroq eshitilishi uchun, tashqariga chiqmasligi uchun asosiysi, chunki eshitganinglardek bu yerda baland chalinadi. Muzika xonasi bo'lgandan keyin. Teşekkür ederiz. Hozir imtihon deganingizni bu kompyuter xonada o'tiriladi imtihon. Yani kompyuterli xonada imtihon o'tiriladi. Kompyuter o'zida bo'ladi. Kompyuter o'zida bo'ladi imtihon. Qog'oz ishlatmaysizmi? Yo'q. Yo'q, sizlar o'tib ketdinglar bu davrda. Qog'oz ishlatadigan variantlarimiz ham bor. Основной darslar mana shu bo'ladi. Hozir biz basketbol va voleybol plashatkalarini ko'rishga ketyapmiz. Boya talabalar aytishgandaki futbolni poylasi yo'q, lekin basketbol, voleybol bemalol u yoqda ana katta shaxmat ham o'ynay olsanglar bo'lar ekan. Bizda ham universitetda bor lekin shu. Lekin manzarani qaranglar.
Endi hozir meditsinskiy fakultetga tushib ko'ramiz. Hozir butun universitetni ko'rdi, aylanib chiqdi. Faqat meditsinskiy shu fakultet qoldi. Bu yerga ham tushamiz. Meditsinada talabalar qanaqa o'qishyapti, ularning sharoitlari qanaqa, ularni ham ko'ramiz. Ketdi. Hozir biz meditsinskiy fakultetga tushdik, chunki -1 etajda ekan meditsinskiy fakultet. Hozir bu yerda darslar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Maksimal darajada talabalarga xalaqit qilmagan holda video olishga harakat qilamiz. Bu narkologiya bo'limi ichida poni laboratoriyasi bizga ochilmayapti ichi. Bu yerda farmatsevtika yo'nalishi ketyapti hozir. Farmatsevtlarimiz o'qishyapti bu yerda. Bu sinfda shu akusherlar o'qiydi, tug'ruqxonalarda ishlash uchun shu yerda bilim olishadi. Bu sinfda tez yordam ko'rsatish uchun o'qishadi. Mana ajil degan o'sha tez yordam birinchi va tez yordam, undan tashqari yordam laboratoriyalari bu yerda joylashgan. Har doim shu Kent universitetiga kelganda men qoyil qoldiradigan narsa, hozir -1 etajdamiz, -1 etajga mashinani olib kelib qo'yishgan. Ya'ni bitta qiziq narsa, ayting, hozir ko'rsating. Nima deysiz qizim, do'stim? Bularda o'zlarini nima deydi, meditsinada o'qiydigan o'zlarining kartasi bor. Misol uchun mana bizning karta yo'qki. Ochilib. Laboratoriyaga agar meditsina fakultetida o'qimasangiz kirolmaysiz. Bu yerda o'qiydigan talabalar boshqa fakultetda o'qishsa bosib kirisha olmayapti. O'sha aytgandek, -1 etajga skoriy mashinasini olib qo'yishgan. Ko'rayotganinglardagi meditsina yo'nalishidagi talabalar o'zi asosan amaliyot ustida o'rganishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda bu uchun hamma sharoitlar yaratilgan, o'sha laboratoriyalar, даже skoriy pomощьgacha olib kelib qo'yishgan bu yerga. Meditsina fakultetida biyo tarafi fizioterapiya, reabilitatsiya, dietologiya yo'nalishlari men bilishim bo'yicha hozir tekshiramiz. Bu yerda mana yana bitta laboratoriya. Bu yerda dietologiya o'qishadi. Dietologiya ham o'zi aslida alohida bir bilim, buni ham o'qish kerak, chunki dietologiya operatsiyadan chiqqan o'sha patsientlar uchun muhim narsa. To'g'ri ovqatlanish kerak. Xuddi shunaqa fizioterapiya bu dietologiya ovqatlanish bo'yicha bo'lsa, fizioterapiya o'sha operatsiyadan chiqqan jarrohlarni jismoniy qayta kuchlanishiga yordam beradigan yo'nalishlar. Shuning uchun bular uchun alohida shunaqa laboratoriyalar quriladi. Bu yerga ham kira olmaymiz shekilli. Bu yerda ham ancha dars bo'lyapti. Dars bo'layotgani uchun ichkariga kira olmaymiz, lekin shu tashqaridan ham ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari o'tgan safar Kent universitetiga kelganimizda bu xonalarga kirdik, darslar bo'lmayapti-da. Shu videomizni alohida ko'rsanglar bo'ladi. Aynan sizlarga meditsina fakultetidagi xonalarning ichi qiziq bo'lsa. Chunki hozir ko'p xonaga kira olmaymiz. Nima bor o'qish uchun? Bizning o'qishimizdan ichida kofe, Starbucks bor. Bu ham nima deydi, bizning bitta yutug'imiz. Yaxshi kofelar. Starbucks o'zimi просто kofe sotadi? Yo'q, o'zi filiali. Starbucks o'zi. Ketdi ko'ramiz. Universitet ichida Starbucks kofe bor. Starbucksgacha keldik, hozir birini olib ko'ramiz. Tunnolik bitta shulluq. Olasizmi bo'la oling? İki tane oldu karamel. Karamel. Sıcak ortalama. Kimsin? Dost iması. Abdülaziz Gamzan bunu köpeysin. Ko'rasizlar, studentskiy vibe deyapti.
Syomkalarimiz oxiriga yetib qolyapti. Hozir bolalar bilan bitta dam olamiz, ko'felarni olib o'tiramiz. Sherikalarimizga, talabalarimizga kattakon rahmat. Shuncha aylantirishdi. Mana Dalil bey, Dilshod beyga maza qilib aylandi. Endi ovqatlanamiz. Mana bugun biza Kent universitetini sizlarga ichidan ko'rsatib berdi. O'sha talabachilik atmosferasi, darslar qanaqa o'tiladi, sinflarni ko'rsatdik, auditoriyalarni, laboratoriyalarni, даже bitta tadbirda ham qatnashib ko'rdik. Universitetni to'liq obzorini sizlarga qilib berdi. Agar siz Turkiyaga o'qishga topshirmoqchi bo'lsangiz, bu universitetni bitta variant qilib olib qo'ysangiz bo'ladi. Agar universitet yoqqan bo'lsa, shunaqa topshirish rejalar paydo bo'ladigan bo'lsa, bizning jamoamizga ham murojaat qilsanglar, qo'ldan kelgancha sizlarga yordam beramiz. Talabalarimizga kattakon rahmat. Shuncha bizani aylantirib olib yurishdi. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Turkiyadagi boshqa universitetlarning ham videolarini, obzorlarini o'tkazib olmaslik uchun. Rahmat.